Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar? Tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana bugun sizlarga yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari chiqarishdan biz charchamaymiz yana. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib aka ukalarim, birinchi podpiska, like, tekin bosib yoramiz. Hozir kiramiz Bitovka skladga. Hozir polni obzorini hozir ko'rsataman sizlarga. Marhamat, pogynali. Mana aka ukalarim, mana Bitovka sklad, mana hozir kiramiz. Bitta o'zi amallardan hozir so'raymiz hozir. Bismillahirrohmanirrohim. O'rmaylar. Assalomu alaykum. Qalay sog'ligingiz? Yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizmi? Vo'xey, bo'lyaptimi ishlaringiz? O'rmay, siz qalaysiz? Tinchmi? Bo'lyaptimi ishlar? Siz nima ishga aka? Biz elektrik. Elektrik. Qancha o'ylagingiz? O'yligimiz 90 ming. 90 ming. Bitovkalarni Elektromontajni qilamiz. elektromontajni qilasiz. O'zi beryaptimi pullarni? Vaqtiga beryaptimi pullarni? Vaqtiga beryapti. Aha. Ustoz, siz qalaysiz? Bo'lyaptimi ishlar? Endi bu yo'lda ko'p bezovta qilmaylik, endi ishlayapti bu odam. Qancha shu bitovka, bitta ana shu bitovkani taxlash? Mana shu 12 ming. 12 ming, ha? 12 ming. Eng arzoni obishnisi qancha? 4200 dan 8200 gacha. 4200 degan borda postlar. Ha. Hozir obishni shu 6 ga 6, obishnisi 8200, ha? Eng qimmati necha pulgacha boradi? 15200, 15400 ga boradi. 15200, 15400, aha. Primerni buroga qancha ishlaysiz? Primerni. Prosta sir bo'lmasa, endi obunachilarim so'rayapti. Har oyda, har soatda. Primerni o'tgan oy. O'tgan oy 180 ming. 180 ming o'tgan oy. Omadingizni bersin, gazin bo'lsin. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana o'zi dalchi ketamiz o'zi yana ana bera ko'p kishi ishlayapti. Mana ana bu eng obishnisi mana 8200 bilan bunday bo'ladi. Bularni pol patologi, girdaki shifrlari, tomlari hammasi parazmer kesilgan. Bularni tayyor holatda keladi. Samarrez bilan ishlash kerak. Mana primerni hozir mana bela ishlayapti. Mana bu yerlarda ishlayapti. Mana oho, mana o'rmaylar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qo'llar yaxshimi, tinchmi? Bo'lyaptimi ishlar? O'rmay. Qalaysiz? Ishlar yaxshimi, tinchmi? Qanday bo'lyapti ishlar? Yaxshimi? Qancha bu? Shu bitovka qancha? Bu katta ekan-a bu? Katta ekan deyman. Zakaz 35 ming, ha shu. 2 kishi ishlaysizlar bunga? Primer necha kunga tugatasizlar? 1,5 kunga. 35 ming 2 kishi. Voy, malades. Barakasini bersin. Bo'lsinglar. Qayerdansizlar? Qashqadaryo. O, siz qayerdan? Siz ham Qashqadaryo. 6 yildan beri xizmat ko'rsataman. 6 yildan beri ishlaysiz? Gap yo'q. Primerni o'tgan oy qancha oylik oldingiz? Ha. O'tgan oyning yangi keldi. Ha, borib keldingiz, ha? 15 kunga 270 ming oldi. 15 kunga 270 ming. Malades, gazini bo'lsin. Mayli, omadlaringizni bersin. Mana ana shu bizaga mana bu brigadalar endi eski endi bular. 6 yildan beri ishlayotgan bular. Mana ikkovi 35 ming rubllik ana ikkitasi bitta qilingan. Ana shu 35 ming rublni 1,5 kunga tugatamiz deydi. Malades, omadini bersin. 15 kunga 200 ming qancha o'lyapti. Xo'p, qani bu yerda ham ko'raylik, qani o'rmaylar. Qalay sog'liqlar? Assalomu alaykum. Keling qani. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi, tinchmi? Qayerdansiz? Namangan. Qancha yil kelganingizga? 3 oy. Bu qancha ana shu bittasi? 8900. 8900. Ha, 2 xonali 8900. Ha. Qancha tugatasiz? Bir o'z ishlaysiz bunga? Ha, bir o'zim. Qancha tugatasiz buni? 2 soatda bitadi. 2 soat? Ha, yana 2 soat qoldi. Yo'q, o'zi 1 kunmi, 2 kun? 1 kun. 1 kunga tugatasiz, ha? Aha. Primer qancha chiqarasiz o'yilga? Sir bo'lmasa endi mana obunachilarim so'raydi. Sir bo'lmasa dangal. Buni ayroq bo'ling, nima? Ekrandan qo'rqasizmi? Bo'lar endi. 170 ming? Ha. Omadingizni bersin. Barakasini bersin, ilohim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana dalshana aka ukalarim, mana ishlab bera.
170 ming, 180 ming, 200 ming mana shunday ishlaykorlar bor bu yerda aka-ukalarim. Yurakda o'ti bor aka-ukalarim kerak bu yerda. Ishlayman deydigan odam kerak bu yerda aka-ukalarim. Mana aka-ukalarim, mana shunday bitovka sabirat qilish. Allohga shukr, mana hammasi ishlayapti. 8200 so'mdan boshlab 35 minggacha bor deyapti mana. Har xil bu yerga nimalar bor? Bitovka hammasi tayyor holatda keladi. Poli, patologi hammasi tayyor holatda keladi bu yerda. Mana shu aka-ukalarim, yurakda o'ti bor aka-ukalarim bo'lsa, bemalol mana kelishini o'zi so'raymiz bu yerdan. Xo'p, mana bu karkas varid qiladiganlar, mana oddiy bitovkani karkaslari mana 800 rubl bir donasi, 800 rubl ana bu karkas taxlaykan, elektrod bilan ishlaydiganlar. Mana shu bitovka sklad joylarimiz aka-ukalarim. Bemalol ishlayman deydigan odam bo'lsa, qo'lidan kelsa agar bemalol kelishlaringiz mumkin aka-ukalarim mana bu yerda. Biz sizlar uchun yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari chiqarishdan biz charchamaymiz. Faqat podpiska, like esdan chiqmasin, bepul tekin bosib qo'yamiz. Sizlar uchun yangi vakansiyalarni yana chiqarishdan biz davom etaveramiz aka-ukalarim. Adresimiz Podmoskva, Sholkiskiy rayon, Derevni, Bogoslova aka-ukalarim. Shu bizning ishxonamiz. Bemalol. Xo'p, Moskva territoriyasidan bo'lsa agar Podmoskva patent bilan oladi, bez patent olmaydi aka-ukalarim. Telefon qilish vaqti 8 dan 8 gacha shaxsan o'zim raqamimni qo'yaman, shaxsan o'zim javob beraman shu raqamga. Endi bundan keyin faqat to'lqa o'zimning raqamim qo'yiladi bu yerda. Xo'p, yana nima deyman dedim men sizlarga aka-ukalarim. Meni kuzatib yurgan obunachilarim, aka-ukalarim, tanijonlari sog' bo'lsin. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston qayerdan bo'lishdan qat'iy nazar prima keladiganga barcha hujjatlariga ishxona yordam beradi, 100% javob beradi. Akajon ishonarli, 100% ishonarli. Men har videomga aytaman, men to'lqa blogerman, men o'zim ham shu yerda ishlayman. Men o'zim shu yerda voditilman aka-ukalarim. Bemalol yurakda o'ti bor aka-ukalarim bo'lsa, taklif qilib qolamiz ishga. Aka-ukalarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ob'yomda ishlar, bitovkalar 8200 dan boshlanadi, 35 ming rublgacha bor. Mana eshitib o'tiribsizlar, qancha oylik oladi, nima qiladi, nima qo'yadi aka-ukalarim. Bemalol. Yana biron savollaringiz bo'lsa, bemalol mana kommentariyaga yozsangizlar, men o'zim javob beraman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Menimcha sizlarga adresni aytdim. Podmoskva, Sholkiskiy rayon, Derevni, Bogoslova. Salomatlikka uchrashaylik aka-ukalarim. Sog' bo'linglar.